Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun yana siz bilan uchrashib turibmiz. Azizlar, ko'rsatuvimiz davomida xalq ta'limi bo'limida ishlab kelgan ustozimiz, malakali ustoz Ortiq va Munavvar Toshpo'latova to'g'rilarida suhbat olib boramiz. Munavvarxon 1963-yilning 12-dekabrida chiroyli oilada dunyoga keladilar. Shuning otalari Ortiqov Toshpo'lat va ayalari Ortiqova Zavra onaxonlardirlar. Azizlar, keling, tumanimizning xalq ta'limi bo'limi a'lochisi, xalq ta'limi bo'limining metodisti, hozirgi kunda marhum singlimiz, ustozimiz Ortiqova Munavvar Toshpo'latovna haqlarida suhbat olib boramiz. Ustozimiz Ortiqova Munavvar Toshpo'latovna Samarqand viloyatining Narpay tumani G'alaba jamoat xo'jaligida dunyoga keladilar, ishchi oilasida. Munavvarxon ustozimiz 1985-yildan 96-yilgacha Narpay tumanidagi 27-sonli umum o'rta ta'lim maktabida matematika fanlari o'qituvchisi, 97-yildan 2004-yilgacha 11-sonli umum o'rta ta'lim maktabida ish olib borganlar. Ustoz o'z faoliyatlarini Uchquduq tumanida 2004-yildan 17-yilgacha Uchquduq tumani xalq ta'lim muassasasi faoliyatini metodik ta'minlash va tashkillashtirish bo'limi uslubchisi va shu bilan bir qatorda ma'naviyat shu'ba rahbari vazifalarini olib kelganlar, ya'ni faoliyat olib borganlar. Ustoz hayotining so'nggi kunlarigacha xalq xizmatida bo'ldilar. Keling, yaxshisi ular to'g'rilarida shu bilan ishlashgan ustozlari, shogirdlari so'zimni davom ettiradi. Marhamat, tinglang. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun ustozimiz Munavvar Ortiqova haqida ko'rsatuv tayyorlanayotgan ekan. Avvalambor tashkilotchilarga katta rahmat aytamiz. Chunki shunday insonni eslamaslik bu biz uchun gunoh deb bilaman-da. Chunki Munavvar ustozimiz nafaqat ishda, balki oilaviy jihatlarda ham, ma'naviy jihatdan ham, moddiy jihatdan ham hamma taraflama bizning ustozimiz bo'lganlar Munavvar. Rahmatli ustozimiz bilan birgalikda 2011-yilda ish boshlagan bo'lsam, o'sha paytlari xalq ta'limi bo'limi deb nomlanardi. Ustozni to o'sha vafot etganlaricha birga faoliyat yuritganmiz metodika kabinetida. Hozirgi kunda 10-maktabning o'quvchilari bo'yicha direktor o'rinbosariman. Ismim Nasiba, familiyam Tojiyeva. Munavvarni shogird ekanligimdan faxrlanaman. Chunki juda ham ko'p narsa o'rganganman. Yuqorida aytib o'tgan ish yuzasida ham, oilaviy va boshqa jihatlarda ham. Munavvar ertalab hammamizga yaxshi kayfiyat berib ish boshlardilar. Chunki avvalo hammadan oldin kelardi, hech qachon kechikib kelmaganlar. Juda ham tartibli ayol edilar. Kelganimizdan so'ng ham agar ishga sho'ng'ib ketadigan bo'lsak, yig'lasang ham damob yig'lagin derdilar. Ozgina kayfiyatimizni ko'tarib, damob ishlanglar qizlarim deb aytardilar. Undan keyin biz hech qachon Munavvar opa deb murojaat qilmaganmiz. Shuni biz o'sha kabinetdagi, nafaqat kabinet, balki o'sha jamoadagilar ham ena derdik. Yigitlarimiz hazillashib qirolicham derdilar. Kelaversalar, qirolichamiz keldi, enamiz keldi. Murojaat qilmoqchi bo'lsak ham, ena unaqa qilsak bo'ladimi? Ena bunaqa qilsak bo'ladimi deb so'rardik. Juda ham ajoyib ayol edilar. Hech qachon yordam so'rab borgan paytimizda sizdan itargan inson emaslar. Har tomonlama maslahatni juda ham chiroyli, tartibli, o'rniga qo'yib aytib o'tardilar. Ta'lim sohasida xizmatlarni beqiyos deb o'ylayman. Chunki o'sha metodikani rivojlantirishda ham o'zlarini tajribalarini, o'zlarini bilimlarini, mahoratlarini
maktablarga, bog'chalardagi xodimlarga hammamizga o'rgatib ketganlar. O'zimizga ham qog'oz bilan ishlaymiz. Ya'ni ish hujjatlarini qaysi tartibda yoziladi, qanaqa yoziladi, qayerda nima qilish kerak, hamma narsasini ipidan ignasigacha erinmasdan o'rgatardilar. Shu hech esimdan chiqmaydi. Bitta odatlarni yaxshi ko'rardik. O'zlariga ravo ko'rgan narsani bizga ham ilingisi kelardi-da. Yangi ishga kirgan xodimman. Endi 1-oktyabr munosabati bilan o'sha profsoyuz tomonidan sovg'a berildi. O'sha paytda sochiqni bitta qutisida 10 tagacha bor. O'sha chiroyli qilib terib qo'yilgan. Lekin bizning kabinetimizni rahbari endi ustozimiz munofiq bo'lganlari uchun biz yosh xodimlar yana 7 kishi ishlaymiz. 7tamizga o'sha sochiqni shunaqa qutidan ochdilar, bo'lib berdilar. Chunki bu bitta mani bayramim emas, yoki sizni ham bayramingiz deb har bitta shunda qoyil qolganman. O'zi bir kichikroq sochiq, lekin ustozimiz o'sha narsani o'ziga ravo ko'rmadilar-ki, o'sha hamma sovg'ani o'zlariga olishni xohlamadilar. Hammamizga bo'lib berganlar. Baribir ajoyib inson edilar, ajoyib ayol edilar. Har tomonlama o'rnak olsak arziydigan ayol edilar. Har kuni eslaymiz. Jamoadagi yuqorida hamkasbimiz aytib o'tdilar, opa-singildek, egizday yurardilar Jannat opa. Har kuni eslashib olamiz. Rasmlarini tashlaymiz, gaplaridan eslaymiz. Juda ham qiziq gaplari ko'p edi-da u kishini. Har bitta gaplarida maqollarni aytib gapirib o'tardilar. Baribir qanaqadir suhbat qilsangiz maza qilardingiz. Yonimizga maktabni ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari kelib qolsa ham, Munora opani oldida o'tirib topshiriqlarni olib yoki hujjatlarni topshirib, hech qaysini eslay olmaymanki, birdan xayrlashib chiqib ketganlarimda. Yoki Munora opani oldida o'tirib, maslahatlashib, gaplashib, keyin ketardi. Chunki gaplashsangiz baribir maza qilardingiz bu inson. Bunaqa insonlar nimadir oramizda kam bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki shogirdlarni qadrlardilar. Eng asosiysi ishlarini juda yaxshi ko'rardilar. Yuqorida aytib o'tdimki, hech qachon kech qolmaganlar ishga. Hattoki hammamizdan oldin ham ketib qolmaslardi. Hamma ishlarni yakunlab kulardik. Dugonalar ketmaysizlarmi? Dugonalaringiz Jannat bo'lardi. Birinchi ularni olib chiqsak, undan keyin biz shogirdlari ketishni boshlardik-da, birga ketardik. Uylarida ko'p mehmonda bo'lganmiz. To'y ma'rakalarida birga bo'lganmiz. Farzandlari ham yaxshi tarbiya qilgan farzandlarni. Ajoyib insonni farzandlari ham ajoyib bo'ladi. Oxiratlari obod bo'lsin, ruhlari shod bo'lsinlar. Bizning qo'limizdan endi faqatgina u kishini yaxshi xislatlarini eslash keladi-da qo'limizdan. Duodamiz doimo. Shunaqa shogirdlarni yetishtirib ketdilar. Biz shogirdlar doim ustozimizni yodga olib turamiz. Joylari jannatda, oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Oldum.